Robot tuman axborot kutubxona markaziga yangi kelib tushgan adabiyotlarning bibliografik sharhi. Abdujabbor Obidov Hastamom yoxud Abu Bakr Qaffol Shoshiy romani orqali moziy qo'yniga 1000 yil avvalgi ajdodlarimiz hayotiga nazar tashlab, o'sha zamonlarda Shosh va Bag'dodda nom taratgan Abu Bakr Qaffol Shoshiyning hayot yo'lini bugungi o'quvchilarimizga yaqindan tanitishga harakat qilgan. Albatta, tarixiy shaxslarning bosib o'tgan mazmunli umri haqli ravishda yosh avlodga namuna bo'ladigan bunday asar juda zarur. Pirimqul Qodirov uzoq yillar davomida izchil realistik uslubda ijod etdi va asosan kattalar uchun asar yozdi. Taxminan so'nggi 10 yillikda uning ijodida yangi qirralar ko'rinish bera boshladi. Kichik yoshdagi bolalarga bag'ishlangan bir qator asarlar e'lon qildi. Sarguzashtlar yo'nalishidagi kitoblari bosilib chiqdi. Hatto qissalaridan birini Akramning sarguzashtlari deb atadi. Bu qissani o'qir ekansiz, beixtiyor bolalik davringizga sayohat qilasiz. Sizga ham yoqishi mumkin. Bu kitobda Tom Vanderbilt marketing va psixologiya sohasidagi odamlarning xulq-atvorini nafaqat oldindan bilish, balki nazorat qilish mumkin deb hisoblaydi. Shuningdek, kitobda u sizning asosiy xaridoringizni aniqlash, mahsulot va xizmatni maqsadli auditoriyaga iloji boricha samarali tarzda taqdim etish yo'llarini ochib beradi. Jahon madaniyati tarixida asrlar davomida muhim ahamiyatga ega bo'lgan Alpomish dostoni o'zbek xalq dostonchiligining eng sara yodgorligidir. Asarning bosh qahramonlari Alpomish va Barchinoy bo'lib, ular chaqqonlik, botirlik, jasorat, o'z xalqiga sadoqatlilik kabi eng oliy janob insoniy fazilatlarga ega. Dostonda ifodalangan udum va an'analar o'zbek xalqining milliy ruhini aks ettirganligi bilan asarning qadr-qimmatini yanada oshirib, o'quvchilarni o'ziga jalb etadi. Ajoyib Mo'ysafid O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov ko'plab roman, qissa, pyesalari bilan o'zbek adabiyoti rivojiga munosib hissa qo'shgan. Iste'dodli adib qaysi mavzuga qo'l urmasin, insonlarning taqdiri, o'y-fikrlari, voqea hodisalarini badiiy tarzda betakror lavhalar bilan tasvirlagan. Ushbu to'plam ijodkorning eng yaxshi qissa va hikoyalaridan sanaladi. Ishonamizki, ushbu to'plam siz mutolaasevarlar uchun munosib tuhfa bo'ladi. Karvon yo'llarida Mirkarim Osim tarixiy asarlari orqali tanilgan, milliy adabiyotimiz ravnaqiga yuksak hissa qo'shgan yozuvchi va tarjimondir. U o'z ijodining salmoqli qismini tariximizni yoritishga bag'ishlagan. Ushbu kitobni o'qir ekansiz, To'marisning vatanparvarligiga, Shiroqning jasoratiga, Temur Malikning mardligiga, Beruniyning kashfiyotiga, Ibn Sinoning tibbiyotiga, Navoiyning ijodiga, Mashrabning navosiga, Jahon otining shijoatiga guvoh bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.